Hör Uyghur Radiosi. Assalamu alaykum muhtaram azizlar. Hammalarga Hör Uyghur Radiosidan salam. Hörlük suyar Uyg'urlarning radiosidan salam. Hör Uyghur Radiosi 2004-yili marhum kompozitor o'g'li Kurashkusan apandimning bevosita yetaklashida Shvetsiyaning Eskilstuna shahridan Uyg'urcha anglatish boshlab, toki marhum apandimning tuyuqsiz vafotiga qadar nurg'un nadir asarlarni elga sungan edi. Biz marhumning izini besib, bugun 2022-yili 1-yanvardan boshlab Hör Uyg'ur Radiosidan har kuni 10 minutlik Uyg'urcha programmani ishlab elga sunmoqchi. Yeni yıl quyoshi hammalarga hörlük quyoshi bo'lg'usi. Har bir kun, har bir aylanga xayrlik, omadlik bo'lg'usi. İnşallah bu yeni yıl dillarga rahatlik, aziz tillarga salomatlik bo'lg'usi. Har biringlarning oilasi, atrofi hörlük nuri va barakatlarga to'lg'usi. Yeni yıl, yeni bahordan derak bergusi. Inoqlik, ömlik, mehribonlik, g'alaba har bir qərindişimizga yor bo'lg'usi. Biz hammamiz hörlikka tashna. İş ömlikdə, kuch birlikdə degan o'rtaq g'oyada hammamiz birga tirishsak, Uyg'ur hamon bir kun hör bo'ladi. Hör mustaqil vatanni quralaydi va dunyoga chaqalaydi. Hörlik yashasin. Dadam Abduri Uyg'ur. Tağdın tapdım qamat bastingni, kökdün bildim chiray vaslingni, o'tdin bildim g'azab qahringni, hamma ishda ulgisan dadam. Gullar dedi mendek puraytdi, quyosh aytdi nurliq chiraytdi, har ishlarni adil so'raytdi, sen qalbimda ulug'san dadam. Sig'inishda yurgim laxta, o'z-o'zimni bosaman tasta, sen egizda xuddi men pasta, sig'inaman seni jon dadam. Sen sababli keldim jahonga, yor yulaksan manga anamga, madadingda yetiman armonga, sen keynimda yulaksan dadam. Ming madiyalar sana az kilur, miskin yüzüm sen bilen külür, duaların meni xon qilur, taju taxtim baxtim sen dadam. Anadan başla. Abduri Uyg'ur. Tenha qo'yma yetti qirilik, mehring bilan mahkam bag'ishla. Mulayim bol sözde hemsizlik, muhabbetni anangdan başla. Kız bulsan mu, yigit bulsan mu, qancha egiz shohga qo'nsan mu, talaylardan üstün tursan mu, muhabbetni anangdan başla. Qadrini qil hayat vaqtida, cennet onun tapan astida, qilmoq bo'lsang agar jon pida, muhabbetni anangdan başla. Körünüp hem köyünüp turg'in, söyüp yana söyünüp turg'in, mayli kim bol vafodor bo'lg'in, muhabbetni anangdan başla. Hayating töhbə, tutqunluğun hem. Abduri Abduvali Ayub. Abduqadir Jaloliddin kelganda men yo'q edim. O 2017-yili fevralda Anqarada bo'lgan ekan. Do'stlar dasturxon saptu, shirin suhbatlar bo'ptu. Ustoz yana o'zining ilhom baxsh so'zlari bilan yorlarni amlabtu. Farzandi bilan ko'rishib, fikrdoshlar bilan mungdishib, ayrilibdi. Mening shu chaqda ustoz bilan ko'rishalmaganim izchil ichimni tatlab keldi. Ayoli bilan kelgan ekan, ikki bolasi Turkiyada edi. Tutib qolg'ili bo'ladi degan o'y ichimni o'yib yeydi. Abduqadir Jaloliddin zamonga zid emas edi. U asarlarda zo'rur, qimmatiba fikrlarni yozgan. Shunga hurmatga sazovor edi. Ustoz har soha bilan sirdosh edi.
O hayotida millatga mas'uliyatchan bo'lgan ziyoli edi. İlim sahnesida eng ko'p xizmat qilgan kishilarning biri edi. Kitob va yozmalari olqishga erishgan yozuvchi edi. Abduqodir Jaloliddin tırşçanlığı, töhpisi ve yaratgan natijalar bilan hasatlanish, havaslanish ve haqoratlarga bek ko'p uchragan kishi edi. Abduqodir Jaloliddin imkoniyati yorib bergancha tirishdi. O hayotida Uyg'urcha ongni ko'klatish, jaholatli ko'ngillarni oqartish uchun ko'p izdandi. Ongni yanglashda avval urug' ungidek zimin hozirlash uchun ketman chapdi. Shu zaruriyat bilan g'arb falsafasini o'rgandi. G'arbning aql parasti degan kitobni tarjima qildi. German faylasuflardan Nietzschening asarlarini tarjima qilib nashr qildirgan edi. Abduqodir Jaloliddin g'arb falsafasining manbasi bo'lgan gretsiyalik faylasuflar haqida ko'p izlandi. Aflatunning g'oyibiy davlat degan asarlarini tadqiq qilib tarjimasini ishladi. Aflatun paranglarini tarjima qilib e'lon qildi. G'oyibiy davlat degan bu kitobning asli ismi Cumhuriyet bo'lib, bugungi demokratik tuzum, xalq saylagan hukumat va davlat tushunchasini shu kitob bilan boshlangan deyiladi. Ustoz o'zi qamoqda bo'lsa-mu, uning she'ri da'voga jon qo'shdi. Uning she'ri fidokor Uyg'urning qo'lida muhojiratga ulashdi. Bu she'r Uyg'ur ziyolilarining qismatiga dunyoni shahid qildi. Qiziq yeri mushu she'rning chiqishini Xitoyning suiqasdiga bog'lab ustozga muhojiratda tuhmat qilganlar yana bo'ldi. Buni qabul qilolmay tursak, shu tuhmatga xaridorlar chiqdi, minglab tarqitildi. Demakchi, Abduqodir Jaloliddindek bir yozuvchi, tuhbakor bir odam qamilibmi aqllanolmadi. Qamaldi, xorlandi. Zalim Xitoyning dushmaniga aylandi-yu, mazlum Uyg'urning shartsiz do'sti bo'lanmadi. Ustozning bir qism Uyg'ur tillik dushmanlari o'shmanligini davom qildi. Töhbə bilan suyilgan edi Abduqodir Jaloliddin. Uning hayoti töhbə bilan suyilgan hayot edi. Uning qamoqda yozgan she'rimi yana bir töhbə bo'ldi. Uning tutqun qilinishimi Uyg'urlar uchun yana bir qatim töhbə bo'ldi. O tutqunligi bilan minglag'an Uyg'urga vakillik qiladi. Uni qutqizish tırşçanlığı millionlagan Uyg'urning qutulishiga sabab bo'ladi, Xudoyim buyursa. Shoirning she'rlaridan yo'q. Bir muhabbat bor ichimda, dardi bor, izhori yo'q. Xuddi tashlandiq tutarman, padisi bor, tari yo'q. Do'stlarim jiq dastaxonda, restoranda, bazmada, pam etib holimga chindin, yetgudak hushiyori yo'q. Men ko'ngil istab chaparman, har tarafga har kuni, top ara begonaman, ahli bozorning kori yo'q. Yar manga maylini berdi, o'zi yotning qo'ynida, istiganda yor yo'q. Bo'ldim manga u bari yo'q. Bo'ldi aşıqqa bayavan, dahlisi yo'q bir makon. Ko'k tikandin shirni oldim, chahar baqqa chari yo'q. Qag'idin qalgan g'iza, saldi niza, rizqini ovdin tepib yey, deydigan shunqari yo'q. Gülge aşıqsan Gülistan'da, gülüngni üzdi kim? Oylasan solğun gülüngning husni bardur, xari yo'q. Muhabbatning zo'ravonligi. Seg'ingim yo'q, hech kimni lekin. Seg'inmay turolmayman biror kimni. Tash yurak bir ablah bo'lg'im keladi. Yumshatdi kelib biri ovozimni.
Ақ әтір gülге қарлығач izhar qıptı сөйгісіні. Дәпті ақ әтір gül, қызылға айландырсаң ақлықымны. Сөйеттім, разы болып шынды сені. Қарлығач ұшып келіп әтір gülге, еқіпті vücudunu tikiniге. Qanlıq bir şirinlikdə qızıl qallar köçüptü ətirgülnün yürəkiga. Ətirgül ay birəlməy öz özüge. Qarlısa qarlığaşının közləriga. Ketipti g'uva ölüm düşləriga. Məyin bir titrəkdə qağan şu gül uxturalmay qip-qızıl yalğızlığını tozub ketdi səhərinin cimcitliqida. Нечүн muhabbetning sharti bo'lib ketar munchi yavuz, bo'lib qalsang birga oshiq, yo'qitib qo'yasan mag'rurligingni. O'ldirar seni muhabbatsizlik, olar qo'ynig'i g'erib chaksizlik. O'ldirar o'xshashi seni muhabbat, o'ldirar seni axloq qoida, bidorlik, umid ham tashvish, ansizlik. Şiirini yazğım var, kimgidir atap. Tapalmayman layık birsini. Tökülgüm kilidi qarı yağmurdek, hiç nima qo'yniga alalmas meni. Yazgan şiirimni yertivetgim var. Ben va shamallarga chechivetgim var. Sırlarımni aydında eydivetgim var. Aydınni bullaqda juyivetgim var. Hiç kimni zadlı suyup qalğım yo'q. Rastlıqım bu xanjar bo'ldi bu canıga. İnsan men, vücudum söygüge taalluq, mubtula bo'lğum yo'q, lekin insonga. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganinglarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar aziz qarindoshlarim.